Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, dasturlar taqdimotida davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtidorli mutaxassislarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ularda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish va rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi endilikda O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi sifatida qayta tashkil etildi. Ayni farmon bilan endilikda jamg'armaning vakolatlari yanada kengaytirilib, qo'shimcha vazifalar belgilandi. Biz bugun ayni mavzuda suhbatlashish uchun ayni jamg'arma rahbari Gulnoza Ismoilovani taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Albatta bilamizki, bugungi kunda barcha soha rivojini malakali mutaxassislarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ayni mana shu farmon bu borada qo'yilgan katta bir qadam bo'ldi. Endi mana shu farmon bilan qanday bir o'zgarishlar kutilyapti? Mana vakolatlar kengaydi deb aytayapmiz. Shular xususidagi bir ma'lumotlar bilan boshlasak, marhamat. Rahmat sizga kattakon. Aynan 5-may kuni prezidentimiz shu farmonga qo'l qo'yib, bu sohada yangi O'zbekiston uchun yangi kadrlar, yangi fikrlaydigan, salohiyatli, bilimli, yuqori malakali kadrlarni yetishtirishga xizmat qiluvchi farmonga qo'l qo'ydilar. Aynan bu borasida juda ham keng vakolatlar hamda huquqlar berildi. El-yurt umidi jamg'armasi shu kungacha turli sohalarda, ta'lim dasturlarida yoshlarimizni o'qitib kelishda qo'llab-quvvatlab kelgan bo'lsa, bu borada prezidentimiz yanada vakolatlarni kengaytirib, katta vazifalar oldimizga qo'ydilar. Hozirgi kunda El-yurt umidi jamg'armasi oldida turgan vazifalardan bu bizni yoshlarimiz turli sohalarda kadr bo'lib yetishtirish uchun bu ta'lim dasturlarida, bakalavrda, magistraturada va doktoranturada tahsil olishlari inobatga olindi. Aynan e'tibor beradigan bo'lsak, farmonda bu borada ustuvor bo'lgan sohalar ham belgilab o'tildi. Bu STEM sohalari bo'ladimi? Bu ya'ni fan, matematika, mana hozirgi kunda muhandislik sohalari deyiladi. Iqtisodiyotimizni driver sohalari deb e'tiborga olindi. Bu biz bilamizki, turli sohalarda bizda kadrlar yetishmovchiligini doim his etib kelamiz va aynan bu yetishmovchilikni qoplash nuqtai nazaridan bu qurilish sohasi bo'ladimi, kommunal sohalar, yer, geodeziya kabi juda ham keng qamrovli sohalarni inobatga olib, shuningdek davlat boshqaruvi va ijtimoiy sohalarda, ya'ni bu tibbiyot, ta'lim sohalariga kadrlar yetishtirishga alohida ustuvorlik berilishini inobatga olindi. Shundan tashqari bugungi kunda nafaqat bilimlarni oshirish va bu sohalarda o'zlarining nazariy bilimlarini ko'paytirishga bolalarimizni qo'llab-quvvatlash, balkim prezidentimiz tomonidan aynan davlat organlarida, vazirlik, idora, oliy ta'lim muassasalarida, ilmiy tadqiqot, tahliliy markazlarda faoliyat yurituvchi xodimlarni ham amaliy ko'nikmasini yanada oshirish, malakalarini oshirish bo'yicha alohida maqsadli stajirovkalarga ham imkoniyat yaratildi. Bu 1 oydan bo'lgan 6 oygacha bo'lgan muddatli stajirovkalarni ham El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, moliyalashtirishi kabi masalalar kiritildi. Biz bilamizki, dunyoning tajribasini o'rganganimizda turli sohalarda kadrlarni yetishtirishda bu sohani kengroq qilib olsa bo'ladi va aynan El-yurt umidi jamg'armasiga prezidentimiz tomonidan ham shunday vazifalar yuklatildi. Endi nafaqat yoshlarni chet elga jo'natib, ularni o'qitib kelish, balkim endi nufuzli bo'lgan olimlarni ham O'zbekistonga jalb etish va ularni turli sohalarda, bu prezident ijod maktablarida ixtisoslashtirilgan maktablarga, bu oliy ta'lim muassasalarimizga uzoq muddatli bo'lgan professor o'qituvchilarning ish faoliyatini ham moliyalashtirish kabi vazifalar ham yuklatildi. Biz bundan nimaga erishamiz? Bundan yoshlarimiz, kam sonli yoshlar chet elda o'qib kelishdan ko'ra, keng qamrovli bo'lgan yoshlarimizni ham bu yerda o'sha xalqaro standartlar asosida turli soha mutaxassislarini olib kelgan holda ularni bu yerda ham bilimini, malakasini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, farmon asosida
eng bir ko'zga ko'ringan o'zgarishlardan biri endilikda mana dunyoda top 100talik, top 300talik universitetlar tan olingan reytinglar mavjud bo'ladi. Aynan shu top reytinglardagi universitetlarning agardagi ularning va bizning nufuzli oliy ta'lim muassasalarimiz birgalikda qo'shma dastur ochmoqchi bo'lsa, ya'ni bu biz bilamizki dual programmalar deyiladi. Ham u chet eldagi bo'lgan universitet ham O'zbekiston universitetining diplomini ikkalasini olish uchun imkoniyatga El-yurt umidi jamg'armasi bunga ham ko'maklashadi va bunday bo'lgan qo'shma dasturlarni ham moliyalashtirishga xizmat qiladi. Va farmonimizning eng bo'lgan o'ziga ko'ringan bir yorqin yana bir vazifasi bu endilikda biz xorijiy fuqarolarni ham o'zimizning milliy universitetlarimizda tahsil olish uchun iqtidorli kadrlarni yetishtirishda ularga ham grant ajratish masalasi belgilangan. Biz bilamizki, bizda qo'shni mamlakatlarimizda birinchi o'rinda Markaziy Osiyo davlatlaridagi bo'lgan yoshlar O'zbekistonga qiziqishi yuqori, O'zbekiston ta'lim dasturlaridan foydalangisi keladi va u yerdagi ham saralangan iqtidorli yoshlarni biz ham qo'llab-quvvatlash orqali bizdagi universitetlarga ularni jalb qilish, bu qamrovni dunyoga El-yurt umidi jamg'armasini tarqatish va prezidentimiz tomonidan ko'rsatilayotgan aynan shu g'amxo'rliklari va qo'llab-quvvatlovlarini dunyoga yoyishga xizmat qiladi. Endi mana shu berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar bu degani o'sha kadrlar orasida o'sha sog'lom raqobatni kuchayishi degani, albatta raqobat bor joyda rivojlanish ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu ma'noda endi farmonda belgilangan vazifalar yanada mamlakatimiz o'sha imijini dunyoga tanitadigan istiqbolli kadrlarni yetishib chiqishiga turtki bo'ladi. Shu ma'noda rejalar. Siz aytgan bo'yicha albatta El-yurt umidi jamg'armasi yangi brend, yangi imij orqali namoyon bo'lish lozim. Birinchidan bu O'zbekiston Respublika Prezidenti huzurida bo'lgandan keyin bu nafaqat bir keng vakolatlar, bu juda katta mas'uliyatni yuklaydi. Va bu borada farmonda shunday bir asosiy urg'u qaratadigan narsalardan biri dunyoga O'zbekistonni tanitish, o'zbek tili, o'zbek madaniyatini yoyish. Aynan biz qanday qilib tanitib boramiz? Bizni salohiyatli kadrlarimiz u yerdagi erishayotgan yutuqlari orqali, u yerdagi bo'layotgan bilimlarini oshirish bilan birgalikda bu o'zbek tilini tanitish, o'zbek madaniyatini, tarixini, umuman olganda turizmga bo'layotgan bir ishtiyoqini ko'tarish nuqtai nazaridan xizmat qiladi. El-yurt umidi jamg'armasi buni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi, stipendiantlar bilan doimiy aloqa o'rnatadi va ular bilan turli shu milliy tadbirlar, vatanparvarlik bo'yicha, ruhi bo'yicha ularni ham doimiy aloqasini o'rnatgan holda bu yerdagi bo'layotgan stipendiant ketgandan keyin shunday qoidasi borki, stajirovkaga ketadigan biz davlat xizmatchilarimiz avval o'zi bu tizimga kirishdan avval uning rejasi qanday bo'ladi? U nimalarni o'rganib bu yerda tizimga ishga tushirmoqchi kabi dasturlarni topshiradi va undan keyin o'sha ish tashkilotida 2 yil ishlab berish majburiyati yuklatiladi. Bakalavr bosqichida bu 5 yil ishlab berish, magistraturada 3 yil va doktoranturada 5 yilgacha ishlab berish majburiyatlari yuklatiladi. Va aynan prezidentimiz bilan bo'lgan o'sha taqdimotda ishtirok etdingiz, o'zingiz ilgari surgan bir takliflar xususida ham to'xtalib o'tsangiz. Suhbatimiz aynan bu sohada biz iqtidorli kadrlarga yetishtirishda nima muammolarga duch kelyapmiz va bu muammolarni yechimi qanday bo'lishi lozim degan savollar qo'ydilar prezidentimiz. Va aynan biz muloqotda shu davrgacha bo'lgan tajribam nuqtai nazardan oliy ta'limda biz kadrlarni yetishtirishdagi va bizdagi bo'layotgan muammolarni qanday hal qilsak bo'ladi kabi takliflarni ilgari surgan edik. Va aynan tajribadan kelib chiqib,
qo'shma dasturlarni O'zbekiston hududida kampuslarni ochish, nafaqat bizni yoshlarimizni chet elga jo'natish, balkim o'sha xalqaro standartlarni O'zbekistonda joriy etish, akkreditatsiya masalalari, xalqaro akkreditatsiya masalalari va u yerdan nufuzli top universitetlarni O'zbekiston hududiga olib kelish, nufuzli olimlarni bu yerda qamrovni yoshlarni kengaytirish uchun va nafaqat O'zbekiston yoshlarini, xorijiy talabalarni ham O'zbekistonda o'qitib, ularni O'zbekiston uchun ertaga xayrixoh bo'lgan kadrlar sifatida yetishtirishdagi takliflarimizni hurmatli prezidentimiz qo'llab-quvvatladilar. Va endi mana shu takliflar asosida mana shu farmon ham yuzaga keldi. O'ylaymizki, mana shu berilgan takliflar istiqbolli kadrlarni o'sha jamiyatimizga yetishtirishda juda ham muhim o'rin tutadi. Ayni paytda dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti. Keling, xulosalaringiz bilan yakunlasak bugungi suhbatimizni. Marhamat. Xulosa so'zimda aytmoqchimanki, davlatimiz, ayniqsa prezidentimiz tomonidan juda ham katta imkoniyatlar va sharoitlar yoshlarga taqdim etildi. Shu imkoniyat sharoitlardan bizni yoshlarimiz to'laqonli foydalanib qolishi, tegishli bilimlarini kuchaytirib borishi, chet tillarini chuqur o'rganib borishlari va ota-onalar ham bunga bo'lgan hissalarini, mas'uliyatlarini his etgan holda aynan shu imkoniyat sharoitlardan oqilona foydalanib qolishligini istar edim va barcha yoshlarimizga, bizga topshiruvchi stipendiyat nomzodlarga omad tilab qolmoqchiman. Rahmat sizga bugungi samimiy suhbat uchun va bizga yetkazgan ma'lumotlaringiz uchun. Muhtaram muxlislar, eslatib o'tamiz, bugungi bizni mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi rahbari Gulnoza Ismoilova bo'ldilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.